Olsun yemem, menga hidi yoqmaydi. Tarvuz yemi? Hidi yo'q-ku buni. Yo'q, men yeyman. Uf, televizorni o'chir, menga shovqini yoqmaydi. Qachon ketasan sen? Bugun qolaman. Ha? Shiqir qilma. Nimaga? Menga ovoz yoqmaydi. Atir sepman, menga hidi yoqmaydi. Meni yo'limga balo bormi senga? Baqirma, yoqmayapti. Shu ko'ylagini kiyma, rangi yoqmayapti. Nimasi yoqmaydi? Shunsaga jongating, u yoqmaydi, bu yoqmaydi, u yoqmaydi, bu yoqmaydi. Asabiylashtirma meni. Omonatman men senga. Nima qilyapsan aka? Kuyovga haykal qo'yaman, senga chidab yurganiga rahmat shuni. Aka, men bu ko'ylakni olmoqchiman, pul bering. Eringdan ol pulni. Bolamga siz ismingizni qo'ymoqchi edim, lekin mayli. Nechi pulli? 8,000. Добро пожаловать, дамы и господа, nima uchun kelding? 20 millioncha pul berib turing aka, kerak edi-da. Bo'pti, mayli, charchama, o'tingda bir aylanib, qaymi? Jiyaningizga siz ismingizni qo'ymoqchi edik, uyaltirmang endi. Bo'pti, mana kartadan yechib ol. Artga ver, bez qo'li cha, jikkicha. Aka, mana shu mashinangizni bizga bering. Quloqdan bitta beraman hozir. Jiyaningizga boshqa qism qidirarkanmiz-da. To'xta, qalaysizlar, yaxshi o'tiribsizlar, maktab bo'lmaysizlarmi? Kanikulda. Aka, nima qilyapsiz? Mashina olib ketdik, xat sotib o'tiribmi shular bilan endi? Aka, nomingizga bitta kredit olaylik. Kredit olamizmi? Ha, qalay, to'xtadingmi? Ha, mana ko'tarasizmi? Butik uxlashini. Menga o'xshaydi-da. Aka yaxshimisiz? Kuyov keling. Qani? O, Shahbozjon. Boshqacha eshitilar ekan. Shahbozjon, asal qizim-da bu. Va'da aka. Ha, xotin, go'sht, bo'ldi, boshqa boraman hozir, bo'ldi. Menga qara, faqat xotinga go'shtmi? Singilchi, onachi, sen faqat xotinga olib borasan. Biz vegetarian bo'lib ketyapmiz, o'txo'r bo'lib ketyapmiz. Boray. Ketor, hali pushaymon yeysan. Aka singillar qarab o'tirishni bizga o'xshaykan. Singlisi beg'uborligini. Bechora singlisi bilmaydi, kelajakda akasi uylanib ketsa, umuman singlisiga e'tibor bermaydi, go'sht olib kelmaydi, qaramaydi. Boray. Ketor, quloqing ko'r, ko'zing kar seni. Kenanga birinchi sevgisi qolish qayerda qilganman, xursand bo'lgandi. Ha, shunaqa sen xotinga qilasan yaxshiliklarni. Singilchi bechora qolib ketaveradi. Sen xotinparvarsan, xotin ulug'. Boray. Surtaga yaxshima, ketor, baribir topib olaman. Kenangni yomon desam, baribir qalban yaxshi ko'rasan, to'g'rimi? Ha. Xuddi opa-singillar, to'g'rimi? Ha. Nima ko'chmoqchi bo'lgansan? Rahmat, men ham yaxshiman. Menga ham kenayimga qilgan muomalani e'tibor qilsangiz, men ham yaxshi bo'laman. Nima qilish kerak? Yuring bu yoqqa. Sumay Story. Qayerga keldik? Birinchidan, Farhatga Chorraxon to'g'risiga keldik. Ikkinchidan, Sumay Store emas, Sumay Store. Bu yerda ayollar uchun oyoq kiyim bilan zo'r sumkalar sotiladi. Masshtabchka bilan bosinoshkalar 49 mingdan ekan. Olib ber. Qay ol. Makasimka bilan krossovka 69 mingdan ekan. Olib ber. Qay ol. Ravi Golobuteni bosinoshkalar 119 ming so'mdan ekan. Shundan ham olib ber. Qay o'tiz. 89 ming so'mdan mana bunaqa sumkalar bor ekan. Shundan ham olib ber. Davay olamiz. Mana buni qarama, oyoq kiyimlar 110 mingdan ekan. Olib ber. Ol, bilasiz. Alo, bo'ldi, hozir boraman, mayli, ha. Aka, mana men o'zim uchun zo'r narsalar tanlab oldim. Pulni to'ladim, ketdik. Oho, buncha narsani kimga olding? Men o'zimga tanlamadim-ku. Xotinga oldim, ketdik. Oyjon, bugun oyimlarniki borib kelsam bo'ladimi? Boring. Onajonni tez ko'rib turish kerak. Rahmat. Kelin. Degina shu chuchvara bukib keting. Xo'p, sho'rvali bo'lsin, xo'p, aylanib ket. Xo'p bo'ladi. Kelin. Adajoningiz bilan meni bir to'rttagina kiyimim bor, shuni yuvib keting, xo'p, aylanaysizda. Xo'p bo'ladi, oyjon. Hay, o'ylay, sharmanda, keyin qo'shnilar kecha gapirdi. Mana yong'oq tagini bir tozalab keting. Endi kuz kelyapti, barigini shunday rasvo qilib to'kibdi. Endi yong'oqni teranmadingiz, qarg'a terib ketdi oldin. Shular qilib bemalol borib keling onajonnikiga. Xo'p, oyjon. Podval deganda, menga qarang, podvalni bir tozaladingizmi? U kuni kirsam bir is bosib, chang bosayotgan ekan. Keta shular tozalab tez borib keling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyjon. Ha, kelin, onangizga bormaysizmi? Ko'rib keldim onamni ko'rdim. Biz ham kelin bo'lganmiz, borib onamizni ko'rganmiz, ha. Qayerga ketyapsiz? Meni uchirib keting. Sekan.
kelding? Sizchi mani shuncha o'qitdingiz, o'rgatdingiz, kiyim olib berdingiz, erga berdingiz, to'yimda boshqa osh bo'ldingiz. Chiqing, sizga sovg'a olib keldim. Chiqolmayman. Seni erga beramiz deb hamma narsani sotdik, kiyimim ham qolmadi. Uyimiz ham yo'q bizning. Endi eshik dushlab o'tiraman. Ajab bo'pti. Jigarlarim mani erka deganlarim. Ey, mani kompotim ichib olaman senga. Agar men xohlagan narsam men bichmasam, bolam ko'z ko'k bo'lib qoladi. Ey. Mani chakka chulopim qani? Tog'asiga rahmat, chakka chalab uchun, a? Qachon ketasan sen? Go'jam qani? Vahima qilma. Qalay, biror tarvuz yo'q-da, yoqdakkina. Endi bolani ko'zi ko'k bo'lib qolmasin deyman-da. Po'chog'ini ham ye. Yo, buni xolamayapti. Mani kadilik sokcham qani? Bezgaz mineralkam qani mani? Razobitil qani? Ani yashil baklashkadagi taxir narsami? Hozir. Ha tog'a. Yeyman, qo'shnilaringizman, bu singling nosim olganda. O'shan bersangizmi baliqqa ketadi. Dilshoda! Bolamni ko'zi ko'k bo'lmasin dedim-da. Ha. Dugonam Maftuna bilan muzqaymoq yegan ketamiz. Muzqaymoq? Ana bu muz, mana bu qaymoq. Muzqaymoq. Endi ketmaysan, uyga o'tir. Ha. Dugonam Dilnoz bilan parkka karuselga ketamiz, aylangani. Karusel, Anna sanga kachilo, Anna sanga atraksiyon, mana. Walt Disney Pictures представляет. Chotki bo'ladi. Ha. Rano bilan zaparkka ketamiz. Zapark? Ana zapark. Qalay maymun yo'qoptimi senga? To'g'rim debdi, panda ham turibdi, bezrayib. Pandaga qarama, unga qarash pullik. Maymun tomosha tamom. Pip, haputi bo'lsa olib ketaylik. Muattar bilan delfin shou ko'rgan ketamiz. Delfin show? Ana delfin. Oho, ana delfin. Ijrolarni qarang. Oho, mana. Bu sher ham bor ekan, buni qaranglar mana. Mazza qildik. Ha. Ana. Dugonam mushtari bilan salonga ketyotdik. Ana zakkoni tonirovka, paydorovka bo'ldi, ol boshingni. Salonda bo'yab ham qo'yardi. Ana cho'tka, polovoy kraska qani? To'yimiz bo'lishidan oldin shunaqa akam ko'chaga chiqishga ruxsat bermasdi menga. Shahboz aka, bugun kinoteatrga olib boring. Kinoteatrda nima qilasan? Undan ko'ra telefonda yangi ilova chiqqan, yangi TV degan. Bu ilovada 5000 tadan ortiq kinolarni ko'rsang bo'ladi. Undan tashqari yangi premyera bo'lgan kinolar o'zbek tiliga tarjima qilib o'zlari joylashtiradi. Undan tashqari bu ilovani oylik to'lovi 13000 so'm. Agar kim Dilshoda degan promokodda yozsa, 3 kun bepul bo'ladi. Ana shunaqa. Zo'r ekan. Dilshoda iftorlikka 5 minut qolibdi. Bilaman, o'zim ham o'ylanib o'tiribman, qanaqa qilib vaqt o'tkazaydi. Yur qani? Sürmüt qopti-ku. Yur qani? Hay. Uch minut qopti-ku. Yur qani? Hay. Ikki minut qopti-ku. 2 minut qopti. Ketdik. Hay. Uchastkani qilib bo'ylab eshik derazalarni qo'ysak bo'ldi endi. Sen nima qilyapsan? Sumali qilaman, tatib ko'r qani? Vaqti bo'ptimikan? Ko'rib kelaylik qani? Ha. 1 minut qolibdi-ku. Ketib o'tadi bu. Men o'z kelaman. Mana. To'r, 3, 2, 1. Mehmonga keldim. Yotib qolaylikmi, ketaylikmi? Ketadigan. Ker. Oyjon, juda ham ozib ketibsiz ro'zg'or ishlari bilan. Sal o'zingizga qarang, bunaqa yurishingiz to'g'ri kelmaydi, ozib ketasiz. Oyjon, qaynatam sizga salom e'tibordilar. Kemiy qo'yibsiz, munda mehmon bo'ling. Voy oyijon, hovlimizni qarang, kechagina sho'tlada yugurib yurgandik. Umr o'tar, vaqt o'tar. Qo'shiq aytma. Mayli oyijon, yaxshi o'tiringlar, charchamanglar. Men yana обязательно kelaman. Ke, ko'zimiz uchib turibdi. Davay, cho'p. Shampunim qani mani? Xo'jayin, sizga shampun olib keldim. Head and Shoulders sochingizni mayinlashtiradi, qazoq qilmaydi. Mana shampun esa menga sochim to'kiladi, o'shani oldini oladi.
Mana bu dezodorant, bittasi menga, bittasi sizga. Hidi 3 kungacha turadi. Suvlarimiz yemirilib ketyapti, belimiz og'rib, mashina ichsa-chi suvlarimiz yemirilmaydi, zo'r bo'lib ketadi. Mana vitamin D3 chaqaloqlarga, kakas jiyanlarimizga kerak, o'shancha oldim. Mana esa ozishga oyijon bilan ikkalamiz kuniga bir qoshiqdan ichamiz. Mana esa, qarang, kirlarni yuvishga, tayt, zo'r qilar ekan, rangini ham o'shtirmas ekan. Zo'rmi? Rostdan shuncha narsani o'zing sotib oldingmi? Voy, menga ishonmayapsizmi, xo'jayin? American Grocery magazini Darxon filialiga bordim. O'tachi, vitaminli, proteinli, uy ro'zg'origa kerak bo'ladigan shampun, parashok, mashta yoqdi ayollar uchun kosmetikalar ham bor ekan. Bilasizmi, bu mahsulotlar hammasi to'g'ridan to'g'ri Amerikadan olib kelinadi. Qayerda filiallari bor ekan buni? Darxondan tashqari Chilonzorda, Yunusobodda filiallari bor ekan. Akang telefon qilyaptilar. Ko'tarmang. Now this looks like a job for me, so everybody just follow